名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた後に続け青春たちよ後に続け遅くはないさ急ぐことは難しいが時に振り返ることはもっと難しいYaponiya 300 yıllık Edo devrini baştan keçirgen bolsumu, lekin ta hazırgıça chet eller bilen beriş keliş qılmay, ishini taqvilish siyosatini yo'lga qo'yib kelyapti. Anglasam Kyushyodagi Nagasaki portida Gollandiya bilan kichik tayirda sud qilib tutdi. Mushundaq bo'lg'achqa bizning davlatimiz dunyo madaniyatining vaqti qilyapti. Bu bir g'ayri taraqqiy qilayotgan davlat. Biz muncha ko'p murakkab masalalarning qaysi birini hal qilib bo'lamiz? Durust. Sizlarmi bir chora tepinglar. Bo'ladi. Iqtidorning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, generalning o'g'li general, samurayning o'g'li samuray bo'ladi. Mana bu Edo davrining ijtimoiy qurilmasi. U Yaponiyaning kuchini zo'r darajada xo'rtib edi. Ukam xetida mundaq deb yezibdi. Mushundaq bo'lsa-mu generalning turishliq o'rni Edo nayt avat yerkan. U yer bilan bizning yurtimiz doza, osmon zamin farq qiladi ekan. Edo shahri boshqa gapgan emasmi? Mana bu mening ukam Sakamoto. Okaining 6 yilning bahor fasli. Kirish qara! Acha, Edo ismi jismiga loyiq haqiqatan esilja ekan. Bu yerda champajlik san'ati yuqori kishilarni aytib ko'pkan. Men bu qilishmazlikni xeyli obdan o'rganib qoldim. Ammo bu yerda sizga o'xshash chivar kishilar yo'q ekan. Men hozir qattiq tirishib o'rganyapman. Siz ishonmasligingiz mumkin, chunki mening burun o'rganish bilan qo'shim yo'qdi. Hozir o'zgarib ketdim. Men qattiq tirishqashqa kursidan amim chiqdi. Acha, bo'lmadi. Yaponiya cho'ng baloga qazoq yo'l qilgan bo'ldi. Amerikaning harbiy kemilari kelyapti. Ular bizni ishni ishga majburlamoqchi. Mana ma'lumotchilik boshlandi. 300 yildan buyon ishchilikni mahkam taqab, yostiqni qirlab yetib, sherim tushirayotgan o'rda aklimi aloqsada bo'lib ketdi. Oliylari, endi qanday qilamiz? Shuni deyman. Chaqqanroq bir amal qilsa bo'ladi. To'g'ri, bir amal qilaylik, chaqqan bir amal qilaylik. Voy, idishim bek og'rib ketdi. Ko'mamsiz, eng yuqori amaldor shunday qilib olsa, Yaponiyada nima umid qoldi deysiz? Biz yaqinda Amerikalar urush qilganmiz. Agar mag'lub bo'lsak, o ko'kko'z alvoslar bizni yeb tugatatmamdi. Arantiot kiyimisi va amerikaliklar Yaponiyada zo'rliq zo'mbuliq biz qarab turmaymiz. Biz mushkullarni kutilish uchun kecha kunduz champashlikni mashq qilyapmamdiq. Kelinglar, osh qo'saqchang qilsanglar qandoq bo'ladi? Yengilmaslik qo'saqning osh to'qliqli bor. Menga bir qap ber. Ma'qul, yaxshi. Samuray ekansizda. Ching turingchimi? Xotirjam bo'ling. Biz amerikalikni cho'qim yengamiz. Ansirmang, xotirjam bo'ling, ha? Yaraysiz. Acha, men Amerika kemilarining zambirakni sinaq qilib etayotganligini ko'rdim. Ajoyib aytgan. Ular bir pay o'q bilan bir shaharni kep yo'q vayron qildik. Biz qilishlarimiz bilan ular hargiz tankilamagidakmiz. G'arbning bu madaniyati, bu g'ayri qudratli kuch zodi na'din keldi.
Amerika kiyimlari Yaponiyaga kirgandan beri nurg'un yoshlar bir yerga jam bo'lib, siyosiy to'g'riliq munoziralashadigan bo'ldi. Bakofo ojizlikdan chekitibdi. Biz Amerika kemelerini kovalap çıkmasak olmaydı. Ha, shundaqmi? Neme deyapsan, Rio Ha, ma? hech nima demedim. Bu kitobda Amerikada bir yog'ochchining zo'ngtonliq saylanganligini, u fuqarolarni azobdan qutuldirishni davlatning tub siyosati qilganligini yozibdi. Sen ressam Omida Riomanın Johan Bajjiro'nun Amerikadagi Qo'shma Shtatlardagi sarguzashtlar nomli kitobini deydigan o'xshamamsan. Bajjiro degan bir beliqchi emas. Beylikçi, ressam digenler devletin işini bilemdi o, ha? Riyoma, bo'ldi ko'ma. O hech qanday qimmat yo'q narsa. Shundaqmi? Beliqchi rassam deganlarning hech qaysi bo'lmaydi. Hukamning deyishicha, Umidar Yoma ko'pni ko'rgan rassammish. U Bachchironing Amerikada ko'rgan bilganlarini xotirlab olgandan keyin uni ratlab kitob qilib nashr qildirgan ekan. Bizning davlatimiz Yevropa va Amerikadan 200 necha yil orqada qolibdi. Ya'ni kelib davlatimizning siyosiy tuzilmasi bak chirib ketdi, bilamsan. Biroz qaraganda yangi tuzilma barpo qilmay bo'lmag'idek. Shunda qilib u yurtida bir necha kun turdi. Bir kuni Yaponiyani zodi bir tozlamay bo'lmag'idek. Tozlamay bo'lmag'idek? Shunda yuvib tozlamasak bo'lmag'idek. Butun Yaponiyani boshdan oyoq pokiz yuvib tozlash kerak ekan. Men shunda o'ylayapman. Uqdingizmi? Siz o'ylayapsiz nima? Ha? Ryoma shu kuni kechda Konjodan ketdi. Samuray bo'lgan odam Konjodan ketsa cho'ng gunoh o'tkazgandek bo'ladi. Ammo Ryoma bu ishlarni tavakkul qildi. Acha siz anlagansiz. Bakofuning Salvon nomli kemasi Tinch okeanni kesib o'tib Amerikaga beribdi. Men bu kemining kapitani bilan ko'rishmoqchi. Uning ismi Taomi Siyo ekan. Men uning bilan Bakofuning istiqboli to'g'riliq so'zlashaman. Agar u to'g'ri yurak odam bo'lsa, Yaponiyadan umid yo'q degan gap. Men uning qishiga hozirlab boraman. Ryoma Bakofudan intayin nafratlanadi. Ayni vaqtda u hatto Taomini o'ldirmoqchi bo'lgan. Sakamoto efendi, meni o'tirganinizning hech nimaga foydasi yo'q. Siz Bakofuning amaldori, Bakofo bakchirishib ketdi. Agar hamil ishda Bakofoga tayinlagan bo'lsak, Yaponiya cho'qim chet ellarning mustamlikasiga aylanib qoladi. Gapingiz to'g'ri. Ammo biz yaponlar apatmasak, yanala chet elliklarning qo'liga tushib qolamiz. Nazar doirasi tar Bakofuning tugishtiga vaqti az qoldi. Siz yiroqqa nazar seling. Yaponiyaning kelgusini ko'proq o'ylang. Mundaq ushaq ziddiyatlarga eslab olgandan ko'ra, ulug'vor g'oya uchun kurash qilsangiz, texmi ahamiyatli ish qilgan bo'lmamsiz, ha? Yaponiyaning kelgusini demsiz? Bu gap sizmi? Chet-ellar bilan savdo qilish kerak. Yaponiyaning atrofi butunlay dengiz. Biz o'zimizning kemasi orqali har qaysi ellar bilan savdo aloqasi qilishimiz kerak. Biz mana shu usul bilan to'plagan boylikdan foydalanib, yangi Yaponiya qursak tamamen bo'ladi. Biz qo'limizda pulli bo'lsa, chet ellardan o'zimiz kerakli har qanday narsani sotib olaymiz. Taomi efendi, bu ishlarni menga topshiring. Bu jafoliq vazifani men o'rinlay. Men bu ishlarni cho'qim yaxshi qilaman. Taomi efendi. Bo'ladi. Siz yaxshi ishlang yigit. Yaponiyaning kelajagiga sizlarga bog'liq. Qattiq tirishinglar, Acha, men yana bir po etib qo'ydigan bo'ldim. Taomi efendimi po'ni bek otdi ekan. U butun Yaponiyani po etib osmonga uchirib atdi. Ryoma shundan keyin o'z ixtiyori bilan kema haydaguvchilarni bir yerga yig'di. U o'zi chiqqan bu odamlarning qanday odamlar ekanligini uqmaydi. U butunlay doza shivsida so'zlaydigan tursa, tashviqot ishini qanday qila? Ko'pchilik faransamanglar, men bu yoqni tanishtirib qo'yay. Bu yoq bo'lsa Taomi Siyo efendi. Yaxshimisizlar? Familiyam Tao. Riyoma, ular sizning amiralaringizmi? Bularning kasbiy va salohiyati bir-birisiga o'xshamasmi? Lekin hammasi yangi Yaponiya qurishga o'zini bag'ishlaydigan yigitlar. Qandaq? Yaxshi. Nayt yaxshi. Tayin yo'q ishlarkan bu. Ketaychi bo'ldi. Bundaq beliq sotquchi, yog'ochi deganlar davlatning kelgusi vazifasini zimmasiga ola olamdi. Şu emas bu, men shunday o'ynayman. Ketaylik shu bo'ldi. To'xtanglar, to'xtab turinglar. Sizlar men ishdan burun mening savolimga javob beringlar. Agar dengizga safarga chiqqanda, dengiz qaroqchilariga uchrab qolsak, bunday ahvolda qanday qilish kerak? Albatta ularga boturligimizni ko'rsatib qo'ymiz-da. Turasiz, shunday qilish kerak. Yalg'iz botirlikni kifoya qilmaydi. Bizda mundaq narsa bo'lish kerak. Ishqinglar kiyiminglarni silinglar. Bo'linglar, O'zimizni Salayli.
Qandaq? Həmmanglar kiyiminglarni silinglar. Həmmanglar silinglar. Həmmanglar salayli. Həmmimiz yalang'och bo'lsak, o'zaro samuray sakraylik, shaharlik deb ayirib yurmaymiz. Uzun zamonlardan buyon odamlarni birin-bir darajaga ayirib keldik. Bu ahmoqonalik. Biz hammamiz o'xshash. Hammamiz bir jamiyatdan to'ralgan yaponlar. Biz Yaponiya uchun kelgusida chet ellarda bozor ichishni o'rganishimiz kerak. Ko'pchilik birga ishlaylik. Bo'ladi. Birga ishlaylik. Appalli. Oy! 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 Acha, Yaponiyaning qiyofati yengillashib boshladi. Men yangi Yaponiyani ko'ryapman. Ryuma tushida ko'rgan yangi Yaponiya Meiji'dan iborat bu ism bilan tang maydonga keldi. Ammo Ryumaga bu kunlarni ko'rish nasib bo'lmadi. U o'zining fikrini qo'llamaydigan kishilar tarafidan o'ldirildi. Bu Meiji davri yetib kelishdan bir yil burungi ish bo'lib, u chaqda u andil 33 yoshga kirgan edi. Ryuma yalğız matros tarbiyalaplı qanmay, uzundan buyon davomlashib kelayotgan feodallik daraja tuzimiga xotim berib, harbiy idora qilish tuzumini bekor qildi. Shuningdan keyin xalq vakillari saylanib, davlatni parlament boshqaradigan bo'ldi. U nurg'un ulug'vor tasavvurlarni o'ttirg'a qo'ygan edi. Kishilar uning irodasiga varislik qilib, uning tasavvurlarini yangi Yaponiya jamiyatida ishga oshirdi.